Bismillahirrahmanirrahim. Xo'p, nahv fani 5-dars. Ismning nasb o'rinlari. 5-darsda ismni nasb o'rinlarini o'tamiz ekan. Xo'p, ism 11 o'rinda nasb bo'ladi. Birinchi maf'ul mutlaq bo'lganda, 5 ta maf'ul bo'lganda-da, birinchisi maf'ul mutlaq bo'lganda, maf'ulun bihi bo'lganda, maf'ulun ma'hu bo'lganda, maf'ulun fihi bo'lganda va maf'ulun lahu bo'lganda. Mana shu 5 ta maf'ul bo'lgan paytda nima bo'ladi? Nasb bo'ladi. 6-chisi hol bo'lganda, 7-chisi tamyiz bo'lganda, 8-chisi mustasno bo'lganda, 9-chisi loning ismi bo'lganda, o'tamiz buni ham. 10-chisi endi noqis fe'lda xabari bo'lganda va 11-chisi fe'lga o'xshash harfda ismi bo'lganda, shu 11 o'rinda nasb bo'ladi. Endi kofiyadachi munodoni ham shunga kiritgan. Munodo bo'lganda ham nasb bo'ladi. Munodo ham shu mansubotga ismni nasb o'rinlariga kiritilgan. Xo'p, bitta-bittadan o'tamiz endi. Xo'p, maf'ul mutlaq nima? Maf'ul mutlaqchi fe'lda yo ta'kidlab keladi, yo fe'lda bir sifatini bildirib keladi, yo fe'lda o'sha bir miqdorini bildirib keladi. Mana misol uchun aytaylik, zarabtu zarban. Bir urishda urdim deganida, bir urdim deb qo'yamiz o'zbekcha. Shunaqada, ya'ni aniq urdim degan ma'noda-da. Shu ta'kidlab kelyapti, fe'lda ta'kidlab kelyapti. Yoki namal validu nawman khafifan. Chaqaloq yengil uxladi. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda nawman maf'ul mutlaq bo'lyapti, fe'lni sifatini bildirib kelyapti. Qanaqa uxladi? Qattiq uxladimi, yengil uxladimi, og'ir uxladimi? Shuni bildirib kelyapti. Nama fe'l, validu uni fa'ili, nawman maf'ul mutlaq bo'ladi. Mana khafifan uni sifati bo'ladi. Xo'p, daqqatis sa'atu daqqatayni. Soat 2 marta jiringladi. Mana bu yerda daqqatayni maf'ul mutlaq bo'lyapti, fe'lni miqdorini bildirib kelyapti. Demak, maf'ul mutlaq yo fe'lni ta'kidlab, yo uni sifatini bildirib, yo miqdorini bildirib kelar ekan. Keyingi maf'ul bu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi o'zbek tilidagi to'ldiruvchiga yo shved tilidagi obyektga to'g'ri kelib, ko'pincha kimni yoki nimani so'rog'iga javob bo'ladi. Bizda shu asosan bu arab tilida fa'ilni fe'li uni ustiga tushadi deydi. Masalan, Zaydni urdim desa, o'sha urushlik Zaydni ustiga tushyapti-da, mush borib Zaydga borib tushyapti-da. Shuning uchun uni maf'ulun bihi deydi. Ya'ni fa'ilni fe'li uni ustiga tushadi deydi. Mana misol uchun aytaylik, qara'al muallimu darsa. Muallim darsni o'qidi. Mana shu o'qishlik nimani darsni ustiga tushyapti-da, nima o'qilyapti? Dars o'qilyapti-da. Shuning uchun o'sha kimni nimani so'rog'iga javob bo'lishligi ko'proq bo'ladi. Xo'p, maf'ulun ma'ahu. Maf'ulun ma'ahu ma'a ma'nosidagi vovdan keyin kelgan ism maf'ulun ma'ahu bo'ladi. Vovda va ma'nosi ham bor, qasam ma'nosi ham bor va ma'a ma'nosi ham bor. Bilan degan ma'noda ham anglatadi. Mana misol uchun ja'ani Zaydun va Faridan. Menga Zayd Farid bilan birga keldi. Ja'a fe'l, ashi Zaydun fa'ili bo'ladi va Faridan va shu yerda vov ma'a deb qo'yiladi. Ma'a ma'nosidagi vov bo'ladi. Faridan o'sha maf'ulun ma'ahu bo'ladi. Demak, Farid bilan birga keldi degan. Xo'p, keyingisi maf'ulun fih. Buni zarf ham deb qo'yamiz. Maf'ulun fih fe'lni qachon, qayerda sodir bo'lganini anglatib keladi. Ya'ni zamonini va makonini anglatib keladi. Mana misol uchun aytaylik, qara'tud darsal yawma amamal muallimi. Bugun darsda muallimni yonida, oldida o'qidim. Mana shu yerda qara'tu fe'l, tu fa'ili, darsa maf'ulun bihi bo'ladi va al yawma ham maf'ulun fihi bo'ladi, amama ham maf'ulun fihi bo'ladi. Amamal muallim muzof ilayh, uni o'tamiz keyinroq. Xo'p, maf'ulun lahu-chi.
Maf'ulun lahu fe'lni bajarilish sababini bildirib keladi. Nima uchun o'sha fe'l bajarildi? Shuni sababini bildirib keladi. Mana misol uchun qomat talamizatu ta'ziman li muallimihim. O'quvchilar muallimlarini hurmat qilib o'rinlaridan turdilar. O'quvchilar turdi. Nima uchun turdi? Nima sababdan turdi? Mana shu sababni bildirib kelyaptiki, ta'ziman hurmat qilib turdi, deyapti. Mana shu yerda ta'ziman maf'ulun lahu bo'ladi. Tushunarli bo'ldi. Bugun endi mana shu 5 ta fe'lni o'tdik. Endi keyingi darslarimizda nimani o'tamiz? Xudo xohlasa, qolgan hol, tamyiz u yog'ini o'tamiz inshaalloh. Salomat bo'linglar.